Gostinitsamizda shunday chiqqanda mana bu yerda masjid bor ekan. Hop. Bu endi shaxsiy yashaydigan uylarda endi xudo xolasa. Shuncha pul mashina nima kerak bularga? Hello. Bu poxodu bu ko'cha ishlari. Bu shaxsiy uylar. Assalomu alaykum. Bu choyxona ekan bu yerda. Burasi esa bo'lar ekan. Tak, Islamic Mosque. Mana masjid deyapti. Masjidga kirish. Shu namoz vaqtlarini ko'rib olsak zo'r bo'lardi, lekin bu qanday bu yerda ishlar ekan bular? Balki oyoqda eshiklardir. Mana Tailanddagi masjid. Mashalloh. Kitoblar. Men faqat tushunmayapman. Ular namozni shu kafil ustida o'qiydimi shunda? Tak, namoz vaqtlari. Maşallah. Acayip. Trace for ladies. Bu ayollar masjid xonasi bo'lsa, namoz xonasi bo'lsa kerak. Tahoratxona ham bor ekan bu yerda mana. Ishlarmi bu tahoratxonasi? Ishlasa kerak menimcha. Aniq ishlaydi. Bo'lsam bitta tahorat olib, bitta namoz o'qib chiqamiz hozir bu yerda. Mana bu masjid tashqi ko'rinishi. Bu endi mahallada shuni o'zi ham ko'cha, ham trotuar. Bularda yomg'irlar juda ko'p bo'lganligi sababli mana shunaqa hamma joyda vodostyoklar bor. Va aks holda bu yer potop bo'ladi-ku bularning yomg'iriga. O'ta ayollarni chizib qo'ygan, ayollar tahoratxonasi bo'lsa kerak degan fikrdaman. Men ham bilmadim. Assalomu alaykum. Şu mana shu xonadonda o'sha. Shunday kiriladi menimcha shu 2 etaj. Bular menimcha hammasi xonadon, bizga bilinmayapti faqat. Ichkarida yana bunaqasiga ham kiradigan joy bor. Yo'shaqa mashina kirgan, qanday kirgan bu yoqqa? Qanday chiqqan o'zi bu yoqqa bu?
Bu haqiqiy ko'chada mana. Yumshoq ovoz yo'q buni. Xullas Tailandni faqat shu buzuqi fohishaxonalari, go'ri yeru deganlar juda ham adashadi. Bitta dindorlar ham juda ko'p. Mana bu choyxona ekan poxodu. Mana bir narsalar pishirib sotyapti. Kirib yesa ham bo'lar shekilli. Faqat kirib yeydigan joyi yo'q, nazarimni olib ketasan o'zing bilan. Ha, lekin nasha bu yerda ofitsialni ruxsat berilgan, faqat o'rnatilgan joylarda chakish mumkin. Ko'cha-ko'y va hokozada chakish umuman mumkin emas. O'sha bo'lsa juda ham katta shtraf ekan. Ko'chada oddiy sigaret ham chakish mumkin emas ekan, xullas. Ana shunday dengiz. Odamlar baliq tutyapti ana yoqda. Ana Shavkatning mashinasi. Ana shu ko'k, bu maktab ekan. Ana shu ko'k zdaniya. O'quvchilar hammasi forma odejdada yurar ekan, harbiyga o'xshagan forma odejdada. Yana bu ko'chadan qanday qilib o'tamiz ekan a? Bu yerda svetofor ham yo'q. Ayni o'tib ketaylik. Rahmat. Qani mana bu aka nima o'shyapti ekan qani? Ana ko'ramiz, biror nima o'sharmikan bu akamiz. Ana yerda bolalar cho'milib yuribdi. Kokoslar o'syapti ana. Jin ursin seni, rasvo qilding-ku. Oyoq dabdala qildi mana bu yerda. Qumlari ham bir mayda toshga o'xshaydi-da. Voy. Mana bu o'tirib tomosha qilsa bo'ladigan joy ekan, rosa ham. Ana yerda bir ayol ikkita bolasini cho'miltiryapti ekan. Ana shunday Allohning yaratgan mo'jizalari juda ham go'zal. Mana shunday dengizda bo'yida maktab. Maktab bir qaraganda bir kichkinaga ham o'xshaydi, hattoki bir mo'jazginada. Hech qanday bolachalar yuribdi ana.
Hamma yerda mana shunaqa belgilar mana shu. Ichish, chakish, nasha pasha balo battar xullas hammasi taqiqlangan. Mana bu yerda ham mana. Xullas juda ham stro'ga. Men hali ko'chada bir sigaret chekilgan odam umuman ko'rmadim. Ko'chada spirtli ichimliklar ichish hammasi taqiqlangan. 20 ming bat shtraf, 20 ming batiz. Bu kim biladi bu? 1,5 mingmi, 2 ming dollarga yaqin pul bo'lsa kerak. Mana bu maktabda obzori shekilli. Ana shunday ilm olaman degan odamga hech gap emas. Hamma sharoitlar bor. Hozir negadir o'quvchilar yo'q, darsdami yo odam ko'rinmaydi uncha. Lekin kecha o'sha forma kiygan bolachalardan ancha ko'rdim, lekin yuradi bir 5-10 tasi. Oy, uzr. Ana shunday. Ha? Endigina aytib o'tirdim, hech kim ko'chaga chekmaydi deb. Men biratan banglatib yotibdi nimani bo'lsa ham. Lekin chakshaga qaraganda cho'ta sigaret chekayotganga o'xshamayapti ammo lekin. Nima aytsan endi? Ana ichkarida bolachalar yuribdi. Mana bu tirikchilik anjomi. O'zi moped bechora, mopedga yana svarkalab tashlabdi bunaqa qilib. Bu bechora armaturalari shunchalik darajada chirib ketgan, endi qo'yaverasan borib. Bu qanday yuribdi o'zi degan savol tug'iladi-da borib. Astag'firulloh. Shu ham endi yuribdi-da kimdir boqib. Bu nimadir pishirib sotadimi nima? Odamlar ko'chada yotibdi mana, maza qilib. Yaxshida qish yo'q, boshqa yo'q. Kalim Resort. Bu mana shu biz to'xtagan mehmonxona. Bitta skuterda onasi, orqasida ikkita bola, oldida bitta bola, 4 talab odam minganini ko'rdim mana shuni borib. 4 talab. Mana bu yerda bolachalar ijod qilibdi, ijod. O'zlari bir narsalar chizishgan. Kameralar. Mana bu tirlashiga qaraganda juda ham katta naprejeniyelik stolbaga o'xshayapti. Bu juda ham yaqinda, lekin setka bilan tortib qo'ygan shunga, menimcha, xavfsizlik uchun. Temir setkaga o'xshayapti. Bu elektriklar buni qanday tushunar ekan, men hayronman borku. Simlarning ko'pligini. Hop. Good morning. Good morning. Xo'p, bu nima deyapti bu yerda? To'g'ri informatsiyani interes, adresi, tiket, taksi. Shu bu ham qanaqadir bir tashkilotchiga o'xshayapti shu ham. Ana shunday, na bir hovli bor, na boshqa bor. Srazu uy mana shunday. Shu yerdan kimlardir yashaydi. Kichkinagina xonachalarda. Xo'p, mana bu endi shaxsiy uy emas, qanaqadir bu ham bir mehmonxonaga o'xshayapti. Mana oshxonasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ama bitta o'rnasi yo'qsa bo'lar ekan-ku mana. Tepada mana iymon kalimalarini yozib qo'ygan. Qo'y mana halal, halal, halal. Hamma joyda halal deyilgan.
Va bizning to'xtagan mehmonxonamiz ana shu ikkinchi oynadan, nari tarafdan menimcha biz oynamiz edi-yu. Chunki aynan bizning oynamizdan shu mashq ko'rinib turardi. Azon ovozi eshitilib.